bahar bozorga keldik. Bugun degan qurboniyat. Men ara qapig'imni to'shqizib oldigan bo'ldim. Cho'k. Men endi o'ra almashtirmasam bo'lmoqdek. Qani, ko'pchilik yerib ketdi. Uni ustiga bugun aytgan. Bu yerda ozroq aram ilib olsa qandaq. Shundaq o'ylagan bo'lsanglar, endi aram olayli. Bo'ladi. Xenem, bozorga kirib aram olayli. U yer yeydigan, ishadigan hamma narsa bor. Qaranglar, bir narsa sotilganlar kelibdi. Voy, musallas bormi? Bor. Muxurki bormi? Bor. Pulga sotmayman. Qarchaga tegishim. Bo'ldi. Unda qo'sh musallasni hammasini men oldim. Qani, to'gilarning yem-qashki tugab qoldi. Amsa, bozorga berib akkamamsizlar. Ma'qul. Chegara shahrining xaritasi yoshirilgan o'rinni topdik. Qashtish tamg'ini tex topolmadik. Bu Yusufning qizi ep ketayotgan karvonkan. Biz qoldirgan yo'l belgisi bo'yicha yordamga kelinglar. Siz berib yuqoriga ma'lum qiling. Ma'qul. Tizmin. Qani, buni eling. Eling. Rahmat. Buni bozordan og'ash keldim. Qani, musallasni ichib qo'ying. Bozor shunda qizib ketibdi. Hamma odamlar ozodlikni tabriklayotdi. Aka, sizmi dadi bor jafo kechgansiz. Bir aqach ichib qo'ying. Bo'pti. Xotirjam bo'ling. Cho'qim saqib ketsiz. Men saqlayamaydigan o'xshayman. Birodar, men butun kechirmishlarimni sizga aytib beray. So'nglarning bo'ldingiz. Aka, sab ketdi. So'nglar, siz mishadmi dirlamay o'ltirib turib, bo'lamdi. Ma'qul. Tavus satiban, qani kelinglar, memonlar. O'xshigan tavus, qani kelinglar. Tilinglarni yog'ida qo'g'on, qani kelinglar, Tavus satiban, tavus, memonlar, qani kelinglar. Tavus yetilinglar, tavus, Shu. Maga shimtak, nereye tur? Ayal xo'jayinning uyidagilar Kayada singlimni tepib qo'yibdi. Agar mushu karvonni nishonga bexatar yetkazib qo'ysam, singlim bilan jam bo'la oladi ekanman. Bu hiliqi Lola degan bechora ayolning o'g'limi nima? Xo'jador, xo'jayin xinim sizni yo'qlab keldi. Sodiq, Batur, Umar bilan Rahmon sizlarni tamoqqa chaqiryotdi. Xo'jador, siz bilan maslahatlashadigan ish bor. Hey, to'xtanglar! To'xtanglar! Biz bu jilg'i bilan mangayli. Shundaq bo'lgandilar, nishonga 2 kunda yetib boramiz.
Hocadar, bu bek eski yol. Bu yolda karvan mamıgılı uzun boğan. Biz ya çaşqan bo'lmasak, bu yo'lda qandaq mang'ili bo'ladi? Qaraganda sizlar bilan birga mang'anmoqdaymiz. Batur, biz bu karvon bilan xo'shlashaylik. Az gap qiling, Sodiq. Sodiq, kassiniz bo'lmaydi. Alsak oldi tarafda qaraqchi borkan, yo'lni o'zgartganimiz to'g'ri bo'ldi. Qo'jidarning qaroriga bo'ysunayli. Anlab turish. Bugundan tatib hammangning ish haqqi bir has ko'paydi. Shundaqdimi, nega bordiganligimizni deb berishinglar kerak-da. Quruq gap qilmang. Hey, avaylan. Batur, plan bo'yicha ish qilaylik. Batur tek uxlayotganda. Bola emasmi? Uxlamamdi. O bugun bir kun tomoq yemadi. Yana birdan uxlayotsin. Uyg'ongan diye. Bu bechora bola biz bilan yurib, ko'p jafo chekdi. Bu safarimizda akukalar ko'p asqatdi jumi. Shundaq, bu akukalar haqiqatan yaxshi ekan. Abdulla! Abla xonimning ochiq kelib qoldimi nima? Bu yer baq qo'rqinchli ekan. Perdelarni tushirib yetinglar. Xo'p. Ömer, hey Gülxan, çapsan bu yak kelinglar. Ömer akamdan deyishcha, orqamizdan bir karvon agishib kelyotibdi-dak. Yo'lga belgi selib o'tamizlar. Ha. Mana shundoq. Nayt yaxshi. Bu Ömer akamdan ko'rsatgan ahli. Mayli, tez bo'linglar. Oğlum, tamak yavagın, ha? Onu birden uxlag'li qo'ying. O bugün bir gün uxladı. Birer çatak çıkıp kalmışsa yine. Oğlum. Ha? Balık ini. O apamni ko'rib kelay deb uyga ketdi. Shundaq, o japağı chidamabdi da. Hey. Bu ishni xenim uqib qolmasin. İmam aka. Karvan topimizdan bir odam qochib ketibdi. Buni surishti qilmay bo'lmaydi. Sizlar karvanning qoidasini bilamsizlar yo'q? Bilimiz. Bilmez qo'jidor. Ya'ni sizlar Xudo oldida qasam qilgan emasmi? Hocadar. Shu topda men Xudoning javobini kutyapman. Buraya gelip kirim. Koyacağım.
Sizlar qat'iy tövbe qilmamsizlar? Hey! Sizlarni o'ldiribsan. Baturni men ketkizib atgan. Siz? Jigit. Hiç düşünemedim. Bu zade nima ish? Men mi sizdan shuni so'rab baqay. Nima uchun yo'lni o'zgartib etasiz? Sizning bu ishlarni so'rash huquqingiz yo'q. O ishga qayerni qo'yib beringlar. Aka. Ben seni... To'xta. Sizlar Yusuf bizni ayol xo'jayiniga yordam berishga ivatdi. nima? Karvanning ishiga aralashishga huquqinglar yo'q. Biz bu karvanda faqat ayol xo'jayinini tunaymiz. Uning buyrug'iga bo'ysunmiz. Sen qaysini biting? Qimırdashma. Midirlama. Yarim yo'lda qo'shilgan mehmon. Sana shuni aytib qo'yay. Eliq kichik omonasi oldi burun tugashdi. İmam, to'xta. To'xta. İmam Akka, ben geldim. İmam Akka. Men inim bilan Qashqarga hammomni yo'qlab ketyapman. Kommunist deganlarni faqat bilmayman. Hamsi Baturni nemishga ketkizibsiz? Chunki xo'jayin xenem gapida turmay yo'lni o'zgartib atgan tursa. Ayol xo'jayin keldi. Hurmat xo'jayin xonim, biz sizning buyrug'ingizga bo'ysunmiz. Bo'ladimsa, bugundan boshlab sizlar mening qo'mondonligimga bo'ysunsizlar. Hop. Xo'jador, karvanda bekitilgan qoida xuddi toshqa muhr bisilgandek. Baturni qochirib atgan bosh jinoyatchini cho'qim jazolashimiz kerak. Aynur xonim, oppoq chumbilingizga qancha chirab ketsa bo'lmasmikin? Aynur xonim, Hasan bilan Sodiq ikkisini o'ldirmasları bo'lmaydi. Bu yoqqa kel. Bu qayramalay buyruq tushirayotganda eg'iz g'irishlangan gunoh uchun bir qo'yni butun kavob qilib kelish kerak. Agar qoyil bo'lmasa, uni etib et. Hop. Ha, qo'llari sizlarga Sodiq, men ahvol murakkab, sizdan ayrilsam bo'lmaydi. Agar biror ish chiqib qolsa, qo'llarim men qanday javob qilaman? Qo'rq gapni oz qilib, tez o'rningdan tur. Bu yerda xelimning og'zidan chiqqan gapning o'zi buyruq. Mana! Bana deydigan, yana gapingiz bormi? Bir qotilga deydigan nima gapim bo'lsin? Ishkinglar darhol buyruqni ijro qilinglar. Qurol ishlatmanglar. Ishini tugitiblar. Qaytib ketsanglar bo'ladi. Hop. Xenem, rahim qilsizlar. Ömer, Rahman, sizlarni billa beringlar. Uning namozini tushirib yerlikda qo'yinglar. Tezman. Tez.
Sizlar xo'jadarni ko'tarib chidırga aykiringlar. Uning bexatarligiga sizlar mas'ul. Gulxan, siz chiqib uning holidan obdan xabar eling. Undan bir qadam ayrilmang. Tez bo'ling. Tez bo'l. Nima qaraysan? Yuvashroq bo'l. Bo'lmasa, jiningni olaman. Ma'qul. Hay! Ne görsen? Bana, kira. Bana. Kavob tayyor bo'ldi. Men xo'jayin xonimni chaqirib kelay. Bo'pti bag'i. Gulxon. Kim? Men xo'jayin xonim, men Abdulloh bo'laman. Xo'jayin xonim, kavob tayyor bo'lib qoldi. Abdullah, birdam aromimda qo'ysang bo'lmamdi. Uxlag'im bo'lmagan. Mushu ishni mendan so'rab yuramsa? O'zlari meni kavob qilishga buyurgandilar-ku. Gulxon kavobni og'ili bormidi. Bu kavob tayyor bo'lg'ili ne vaqt? Gulxonni Hasan xo'jadarning holidan xabar olishga avatdim. Ömer bilan Rahman qaytib kelganda ular bilan birga yanglar. Xenem, topshiriqimiz bo'yicha ishni bitirib keldik. Hammalarga xabar qilinglar. Atiganda asli plan bo'yicha yo'lga chiqamiz. Chiqdi. Abdullah! Xo'jayin xonim chaqiradi. Bu yoqqa kel. Xo'jayin xonim, menimcha karvonning surati bakli asta. Qandaqli bo'lmasin, bugun kechda cho'qim aram olmasak bo'lmaydi. Hasanmi, dori almashtirish kerak. Azroq chidislar xonim, kayog'imi kelayli deb qoldik. Birdam aram ile olaylı. Birodarlar, tezroq mangayli. Ata muzdavondan o'timiz. Bugun kecha aram olmaydigan bo'ldik. Bundaq tez bo'lsa, odam bek charchab ketilgan. Bugun yana bir kech uxlamamdiq, ha? Hay, bu xo'jayin xonimning fikri. Biz hammamiz uniga bo'ysunishimiz kerak-da. Bu ya bek soğuk ya. Mushu muzdavondan o'tsaklar issiqyaga boramiz. Bardoshlik beringlar. Bu devolik sodiga Rajabning qizi bilan o'qdi. Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Qayoqqa kelgan har qanday karvonni biz qilmaymiz. Siz xotirjam o'ynayvering. Sizning karvoningiz kelgan amon, men sizga darhol xabar qilaman. Ondaqda sizlarni avar qiladigan bo'ldi. Nadikine. Qani yuqoriga. Dadingiz Dehvodagi donglik sodiga. Garchi men uni ko'rmagan bo'lsam-mu, lekin uzundan beri uni bir ko'rishni orzu qilib kelyapman. Marhamat. Rahmat. Aka, qarang. Mayno? Hammasi bir chiqib ketdi. Men sizlarni tunishtirib qo'yay.
Bu yoq do'stimning o'g'li Sodiq bo'ladi. Bu yoq do'stimning qizi. Siz Aka, nimaga hanglik qarab tursan? Kishilarning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaylik yana. g'alati ish bu. Ha? karvondagi xo'jayin xinimga bek o'xshaydi ekan. Rasman. Ahvol murakkab, yuqoriga ma'lum qilaylik. Jigit, berib ketgan o'xshamamsiz. Sizlarda cho'ng shahardan kelganlar usul o'ynashda bizdan bu yerdagilarga yetmaysizlar. Shundoq. Biz qaytqash turaylik. Men yana bir do'stim bilan ko'rishmoqchi edim. Jigit, nima ish usul o'ynamaysiz? Sizningcha men gullarning sarxil emasmikanman? Jazmlashtiramanki, o cho'qim Yusuf o'zi endi ib qolgan heliq qiz shu. Kechiring xonim, mening so'yginim bor. Hasan yiqilib tushdi. To'xtab turinglar. Hasan nima bo'pti? Hey, başlığın toxtdinglar. Xo'jayin aytdi, uni bilan ko'ringlar bo'lmasin. Ular o'tirib kirib aram oladi ekan. Sizlar qiz meni otilgan to'gini qo'g'dab, kayaga bag'ashtiringlar. U yerda yigit oldinglarga odam evatib sizlarni kutib oladi. Bu havo hajab isib ketdi. Ular ash to'gilarni kendan qo'g'laversin. Men Yusuf undaq ahmoqlardan emas. Hasan g'urjidor qani? Sizlar
yaralangan adamni tashlatib keldinglarmi? O yaramas, allaburun tağdan domulab tushib ketdi. Hayron qilyapsan sen. Yo'q, sizlar Haddingni ochma. Nima qilmoqchisan? malni nishonga yetkazib bo'lgandan keyin menga erkinlik berman degandingiz-ku. Gapingizda turmamsiz? Albatta gapimda turman, lekin sen mening deginim bo'yicha ish qilmading. Sodiq har qancha aqlliq bo'lsa-mu, peqirga tankilanmaydi. Agar sen hozirdan boshlab mening deginimga ko'nsang, cho'qim orzuingga yetalaysan. Sen mening deginim bo'yicha ish qilmading. Batirni Sodiq qo'yib o'tibdi. Qana qilamiz? Qoida bo'yicha ish qilamiz. Uni o'ldirib etamdiq. Aynur, Kayadan o'tsakla akani ko'ra olasan. Chapsan, buyruq tushagin. Yo'q. Unda qilmasang biz tugishimiz. Qandaq o'ldirishni o'zim bekitaman. Meni gapimni anglamay baqaqini. Qara, sirtda mening odamlarim saqlab turyotdi. Sizning odamlaringiz meni Yusufning qizi, karvonning xo'jayini deb biladi. Agar men ularga buyruq tushasamlar, ular sizni hozirla o'ldirib yetadi. Aynur, agar men Kayaga berib akam bilan jam bo'lishni o'ylamagan bo'lsam, hozirla buyruq qilib sizlarni o'ldirgizayotgan bo'lardim. Ya Rabbim. Xo'jayin xonim, men va'damda turaman. Kayaga beribla sizni akangiz bilan cho'qim ko'rishtiraman. Sodiqni o'ldirgan odamni o'zim bekitaman. Ishni tugatgandan keyin ular qaytib ketadi. Ularni yana ko'rishni xohlamayman. Sodiqni o'ldirib karvonning qoidasini himoya qilsangizlar, hamma ish sizning deganingiz bo'yicha bo'ladi. Sen mening deganim bo'yicha ish qilmading. Qaroqchilarning kiyimini almashtirib olay. To'g'ri. Ben almashtirib. Buni kiy. Chapsan men. Mana beri. Xo'jayin xelim xabar yetkazinglar. Xo'shamsa. Qaroqchi, chapsan qaytaylik. Tez. Sodiq. Sodiq. Ben kechikib qolibman. Cho'qim qisasing'izni olaman. Cho'qim. To'xta! Qaroqchi, men seni jiningni olaman. To'xta! O kangu. O'qchiqaman. Sodiq. Bu yerga nima deb keldingiz? Sizni qutqazg'ili keldim. Jiningizdan to'ygan o'xshamabsiz. Chapsan keting. Tez bo'ling.
Meni ching tuting. Qo'rqmang. Oldi tarafda ikki so'q bir turdi. Safsaf tutayli. So'q. Meni nega apirsiz? Sizni chediringizga apirib qo'yman. Yo'q. Ular sizni o'ldirib yetadi. Men o'lib ketmayman. Siz ucha olamsiz. Albatta. Bu yerdan cho'qim ketishim kerak. To'xta! Neçə gün xo'jayin bo'libla o'zingning aslini unutib qoldingmi? To'xta! Agar qochadigan bo'lsang, men seni o'ldirib yetaman. Oh chiqamansa. Shuncha yillardan beri sen meni azobladingmi? Sen Sodiqni qo'yib etding. Meni bilmayapsan. Sen vapoq japa qilding. O'ylab baq. Sen ot minishni, qurol etishni zoti kim o'rgatgan? Sizlar o'rgatgan. Kundi meni qamchi bilan savab turib majburiy o'rgatgan. Sizlar o'zinglarning odam o'ldirishini aytinglarni menga kurash uchun o'rgatgan. Sen endi aytib qo'yay. Sening hayoting endi oxirlashadigan bo'ldi. Sen Yusufdan operet bo'lgan. Endi shu Yusuf seni u olamga uzatmoqchi. Xeynam, mush bechora gacha ayolga mushundaq uvol qilamsiz? O gacha emas. O Yusufning 4-xotini. Unda qalaymiqan so'zlamang. Sizning qo'lingiz Sodiqning issiq qini bilan bo'yalgan. Ajiba bu mu yolg'onmi? Yo'q, uni men o'ltirmadim. Xudo oldida qasam qilaman. Xudo sizdek odamni hargiz kechirmaydi. Umar tog'a. Siz menga ishoning. Sodiqni men o'ldirmadim. Aynur. Chumbilingizni ilib etsingiz. Peshaningizni qarab boqay, bo'landi. Odam keldi. Aldırma. Bo'linglar. Bo'linglar. Tez. Qimirlama. Qo'mtarlar, Alvas shahrida sizlar askutski xizmati bilan bizni azdırıpsizlar. Yana texi, meni bir odamimni o'ldiribsizlar. Endi sizlar yeshak qachonmaysizlar. Tarix materiallarini sizdan topshiringlar. Bo'lmasa, biring motor qilishmaysa. Aqtiringlar. Jiringlar. Qimirlama. Sizlar. Chatoq bo'ldi. Ozodlik qarbining otliq qismi yetib keldi. Kaçma! Yo'q. Meni ilib bilan. Meni ilib bilan.
Bağa. Qara, kim keldi? Hey! Komandir, Yaxshimisiz? 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 Bu yoq Ömer akam bo'ladi. Yaxshimisiz? Qaltiskansiz. Bu yoq Rahmon akam. Yaxshimisiz? Hasan qani? Uni xo'jayin xenim taqdim ishtirib o'tdi. Seni nima deb tanishtirman? So'zlaydigan qacha. Tezre. dada, küçüğüm üzülüp qalay dedi. Astırak mağsağla bulmamdı. Azraq çidigan qizim, mushu jilg'idan o'saklar oladan qutulamiz. O taraf kaçtı. Hoğlaylı. Ço! Dada, olay yetişip olayla dedi. Korkma. Çapsa hayda tez. Ço! Tezrek hayda tez. Ço! Toxta! Uqishmaslik bo'pti. Asli o'z odamlarimizkan ku. Boya harifkashning domi uchib ketibdiman. U qaroqchilar qo'g'lab keladi degashga men o'q chiqarib topdiman. Meni kechiringlar. Yaxshimisiz? Men Milliy armiyaning razvedka komandiri Sodiq bo'laman. Yaxshi. Men vatanparvar savdogar Yelimjon bo'laman. Nega mang'andinglar? Qizimni uyga mang'andim. Yurtimiz ozod bo'ldi. Uni chet eldan qaytarib akeldim. O'ylamagan yerdan biz eski bir harifkashga uchrab qopdik emasmi? U bizni mushaga boshlab akeldi. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlar bizni qutuldirib qoldinglar. Shundaqmi? Xenim, biz bir yer ko'rishgan-ku deyman. Siz Yusufning qizi, shundaqmi? Yo'qsa, o mening qizim bo'ladi. Mening ismim Yelimjon. Xenim, chiroyingizni ko'rib baqsam bo'lamdi? Komandir, bakaddingizni eshib ketdingiz. Jigit, biz ko'rishgan. Siz asli Milliy armiya komandiri ekansiz-da. Dada, biz borilib tanışatdik. Xenim, qo'lingizdagi qutidagi sizning zibo-ziynatlaringiz emas-ku deyman. Yusuf! Qizingni tashlab qo'ymoqchimi? Xatolashdingiz. Men Yusuf emas. Yusuf degan odamni tanimayman.
Xatolaşmadım, Yusuf. Atalmış karvandaki Helqi xo'jayin xenimmi sening ziyonkashligingga uchrabdi. Sening 4-chi xotining hozir bizning qo'limizda. Endi o'yiningni yig'ishtirib olsang bo'larmikin? Aka! Bu ishni Yusuf bir qo'lliq planlagan. Bu ishdan mening xabarim botdi. Onun apsi gap ketgandan keyin men uni akilib olib bali ishchi qilib oldim. Gerçi o kichik chig'ida yo'qolib ketgan birdan bir aksining tek hayot ekanligini bilsimi, lekin o o'z aksining biz taklif qilgan karvon g'ojidori Hasan ekanligini bilmaydi. Karvanda o'z kechirmishlarini o'zaro surishti qilmaslik degan qoidani bekitishga sababmi, ak uk ikkisining jam bo'lib olib planimizni buzib qo'ymasligi uchun edi. Bizdek bu xil kasbni qilg'ichlarning har xil har yangi odamlarga ajit tushidi. Bu bir jup qo'sh kezak qizi bilan uning aksini men to'p-to'g'ri 20 yil baxtim. Endi ularni ishiltirgan fursat keldi. Ular mening bu qitimqi harakatim uchun o'z jonini qurbon qiladi. Xenimning rasmini sizib bo'ptimi? Sizib bo'pti. O'qishda olibdimi? Bir dangliq rassomni taklif qilib, uning suratiga qarab sizdirgan. Saroyga esib qo'ydik. Malay qiz qani? Saroyda bizni saqlab turdi. Endi uni siz Malay deb chaqirmang. Uning ismi Aynur. O Kayaga yotliq qilib ipmangan qiz. Esil zodi xenim. Siz, men uning Malaylari. Siz bir gachining rolini olasiz. Nemishqa buning o'rniga uni qo'ysiz? Bu yuqurning qarori. Yo'lda qizni ipmoqchilarning hammasi Maynur xenimni taniydi. Ha, mayli. Yusuf demişki Ömer bilen Rahman'ı bu karvan qitib oldu. Uning deyishcha, garchi u Ömerni zindonga tashlatqizgan bo'lsa-mu. Ömer hozirgacha mening kontrolligim turibdi. Biroq u o'zi faqatli bilmaydi. Bu qitim uni ishlatsak hech qanday chatoq chiqmaydi. Faqat uningga bu karvanning mening karvanim ekanligini bildirimsakla bo'ladi. Yeli qaraqkash Rahman uning qiyomatlik og'inasi. Faqat Ömerli bu karvanga ishonsa, Rahmandan ansirash ketmaydi. Ular hozir saroy uyda saqlayotdi. Siz chiqib ko'rishib qo'ying. Bu karvanning xo'jayini to'y bo'ladigan qiz shu. U mening qizim. Qaranglar, uning mijozi biroz g'alatirak. Yo'lda ko'proq g'amxo'rlik qilgaysizlar. Ayol xizmatkarim uni sizlar bilan ko'rishtirsin. To'g'ri. G'ojdar bilan yana bir xizmatchini sizlar bilan ko'rishtiray. Mang, ularni chaqirib kir. Heli qishki to'gichi tuvan tabaqadagi kishilar ekan. Ularni biz chaqirtib akkagan. Hasan G'ojdarning ochchig'i shundoq yomon kishi ekan. Sen martabalik ayol xo'jayin bo'lsan, yotliq qiling'ili epmangan qiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, hurmatli xo'jayin xenim? Yaxshimisizlar? Hasan G'ojidori keldi. G'ojidor, mana bu karvonning ayol xo'jayini Aynur bo'ldi.
Xo'jayin xenim, karvonning hamma tayyorligi bitdi. Yo'lga chiqadigan vaqtni bekitib bering. Bo'ladi emisa. Bizning karvon o'g'illikka yo'lga chiqdi. 2 kundan keyin bu sirliq karvon yo'lga chiqdi. Kaya kelaydiganda Yusuf men bilan Aynurni elib, karvondan ayrilib, oldin ala belgilab qo'ygan joyga berib, chegarada haqiqiy xinimni ep keladigan odam bilan uchrashib, 2 xinimni almashtirmoqchi bo'ldik. Biroq o'ylamagan yerdan ozodlik armiya qo'g'lab keldi. Yusuf qochib ketish oldida Aynurni o'ldirib etdi. Men qayerda? O'z uyingizda. Siz obdan davolaning. Ikkinglar uning hamroh bo'linglar. Shunday bo'lsin. Aynurada. Men Batur. Ey, alma qani. Sadiq. Rahmat. Siz yaralanıpsiz. Bana işlik qilmamsiz. Yo'q. Aynur. Men hargiz unda qilmayman. Aynur. Siz bu bilezikni ko'rib baqqanmi? Aka. Mening akam. O hozir nerede? O qayerda? Karvon beshi Hasan. Dal sizning akangiz. Yo'q. Uni Yusuf tag'dan ishtirib etdi. Endi mening hech qanday tuqqanim qolmadi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizga birsini ko'rsatay. Ömer aka, bu yoqqa kiringlar. Xenim, qo'rqmang. Chimbilingizni qayrib etib, ular qarab beqing. O alvasti. Ömer aka, bu ikkisi dal chiroylari o'pmi o'xshash qo'sh kezak ochsinglar. To'g'rimi? Hamdi hamma ish oydin bo'ldi. Bu ikkisi 20 yilning oldida bechora ayol Lola tuqqan qo'sh kezak ochsinglar ekan. Bu bilezikning egisi karvonning g'o'jidori Hasan ularning akasi ekan. Ömer aka, bu aç singillarga ularning o'tmishini so'zlab bering. Bu bechora aç singillar jam bo'lsin.